Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ertalabdan meni bolam ichirasi surilib ketib qolsa bo'ladimi? Xo'p. Chunki sababi malina. Men malina yopgandim, bilasizlar, bir kun oldin Marzikadan olib non bilan yeyorgan ishtaligimda. Bilasizlar, endi uni ortiqcha ichini surib olgan. Endi nima qilish kerak? Bolani ichagini tinch qo'yish kerak, och qolib qoladi deb ovqat bermanglar. Ochchilik mikrobiotani to'g'irlashga vaqt kerak. Biz nima qilamiz? Agar o'rsa bo'lsa, o'rsa berasizlar. Suv balansini joyiga qo'yish kerak. Menda korolmaning mineral bor, har doim bilasizlar, uni berdim. Kaliy, natriy, elektrolit balansini joyiga qo'yasizlar. Menda pentakan bor, H500 sovurdim. Keyin birorta probiotik yoki yaxshi zamburug', ya'ni saxarmesiz bo'lardi, bu enterol. O'shani berasizlar. Agar shalpayib, qusib, ekstremniy holat bo'lsa, uni больницаga olib borib kapelnitsa qo'ysa bo'ladi. Lekin bu oddiy holat, shuning uchun maktabdan qoldik, ertaga tuzalib ketsak, maktabga chiqamiz. Ekstremniy holatda shularni qilasizlar, xullas. Sog' bo'linglar.